Bredli Kuper model Gigi Hadidga turmush qurish taklifini berdi. Mashhur aktyor Bredli Kuper va model Gigi Hadid munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Aytishlaricha, 50 yoshli Kuper 30 yoshli Hadidga turmush qurishni taklif qilgan. Daily Mail nashrining yozishicha, juftlikning to'yi kelasi yil bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Manbalarga ko'ra, Gigining onasi Yolanda Hadid ham bu qarorni qo'llab-quvvatlamoqda. Bu nikoh nafaqat ikki mashhur shaxsning munosabati, balki ularning oilalari uchun ham muhim voqea hisoblanadi. Bredli Kuperning Irina Sheykdan 8 yoshli qizi Leya bor. Gigi Hadid esa qo'shiqchi Zayn Malikdan bo'lgan 5 yoshli qizi Hayni tarbiyalamoqda. So'nggi paytlarda juftlik tez-tez birga ko'rinish berib, jamoatchilik e'tiborida bo'lib kelmoqda. Agar xabarlar tasdiqlansa, bu yil mashhur juftliklar orasida eng ko'p muhokama qilinadigan to'ylardan biri bo'ladi.